Titanlar odamlar bilan oziqlanadigan gigant miyasiz mavjudotlar. Agarda ularni ko'radigan bo'lsangiz, oyog'ingizni qo'lingizga olib qoching. Aks holda kimdirni oshqozoniga tushib qolishingiz mumkin. Odamlar ham bunga qarab o'tirishgani yo'q. Ulardan saqlanish uchun katta devorlar qurishdi va ularni o'ldirish yo'lini topishdi. Bu Minecraft, lekin titanlar hujumi modi bilan. Xo'sh do'stlar, olamimiz yaralyapti va biz olamda paydo bo'ldik. Hozircha biz bemalol harakat qilsak bo'ladi. Bizni hozir hech kim yeyishga harakat qilmaydi. Xullas, biz resurslarni yig'ib olishimiz kerak va titanlar olamiga olib boruvchi portalni topishimiz kerak. Albatta do'stlar, yana qanaqa anime modlarni yoki boshqacha modlarni xohlashingizni kommentariyada yozib qoldiring va albatta men harakat qilaman ularni video qilib chiqarishga. Va bu modni meni Telegram kanalimdan bemalol qo'shimcha fayllar bilan topsanglar bo'ladi. Mod juda ham ko'p fayl talab qilayotgan, har xil animatsiya, bir nima, xullas shular bilan bemalol yuklab olib o'ynashingiz mumkin. Albatta bu Java uchun. Xo'sh bolalar, anime haqida biroz gaplashadigan bo'lsak, anime juda ham mashhurlikka erishgan, adashmasam kino ham olishgan bunga. Kinosini ko'rmaganman, даже animesini ham ko'rmaganman. Menda tushunchalar kamroq. Xo'sh, animeni biladigan narsam, xullas animedagi titanlar odamlarni yeyishadi va odamlar ularga qarshi devorlar qurishadi. Yana bir nima, xullas adashmasam YouTube'da kinosini ko'rgan edim. Adashmayotgan bo'lsam. Albatta anime qiziq, ko'rish niyatim bor, faqat Naruto'ni tugatib olganimdan keyin. Hozir Naruto'ni ko'ryapman. Xo'p, mayli. Biz hozir portalni topishimiz kerak. Portalni topsak, bizlar titanlar olamiga bora olishimiz mumkin. Albatta, keyingi qismni chiqishini xohlasangiz, kommentariyada o'zingizni fikringizni yozib qoldiring, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz 30 ming obunachiga juda ham oz qoldik do'stlar. Albatta, hammangiz obuna bo'lsangiz, buni biz ancha tezroq qilgan bo'lardik va 40 ming, 50 va shulardan 100 ming obunachiga erishishimiz kerak. Pastda kimdirlar yuribdimi yoki baliqlar ekan, ha? Okey. Xullas, mana topdik bolalar, biz portalni topdik. Xullas, anime haqida o'zingiz bilgan ma'lumotlarni yozib qoldirsangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Men bilgan ma'lumotlar u yerda Eren Yeager ismini o'zi to'g'ri aytdimmi? Shunaqa personaj bor, u bosh rolda va odamlar ham titanlarga aylana oladi va animening oxirida o'sha Eren Yeager butun insoniyatga qarshi urush ochib yuboradi. Men eslashim bo'yicha yoki ko'rganlarim bo'yicha, yana aniq bilmayman, so'kib tashlamaylar. Xo'p bolalar, mana portalni ham yoniga keldik. Tayyormisizlar? Xo'sh, mana portal. Xullas bolalar, albatta videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz boshladik. Hoppa, mana ketdik. Hop, qani? Island of the Devils. Titanlar. Urib olishyapti. Jinursin, qoch kerak. Oyog'ingni qo'lingga olib qochmasang, hozir o'lib ketasan toshini. Qoch. Yugur. Orqamdan qo'shyapti. Qochish kerak. Realni qochish kerak. Yaxshi bolalar, ancha uzoqlashdik. Jinursin, la'nati, menga pistirmoq qilishdi, oldimdan chiqdi. Qo'lingni ol. Orqadan kelibdi. Voy, la'nati. Yo'q. Tirikman. Yaxshi. Yo'q. 2 daqiqa oldin bo'lgan narsalarni unutamiz va men tirik qoldim deb tasavvur qilamiz. Xullas bolalar, men ketyapman, to'g'riga qaratib, xullas orqamdan qo'shmayapti. Jinursin, voy, mana bunisi yomon tez kelyapti. Realni tez kelyapti. Bunaqada yetib oladi. Yo'q, qochish kerak, sakrab qochish kerak. O'zi yetib oldi. Soqol ushlaman lekin. Yaxshi qochish kerak bolalar. Bunaqada, qalani topdik bolalar. Yaxshi, qochish kerak. Yo'q, qo'lingni ol, iflos isqart. Qo'lingni ol, yo'q, qochish kerak bolalar. Ustiga chiqib ketyapti, bilat. Talash qilmaydi meni. Jinursin hali yoshman, uylamagan. Tashlab yubordi. Qochish kerak bolalar, yaxshi. Xo'sh bolalar, qal'aga bus-butun yetib keldik deb tasavvur qilamiz. Hozir tez ichkariga kirmasam meni yana yeb qo'yishadi. Jinursin tezroq ichkariga kirishim kerak. Ular har holda katta bo'lgani uchun ikkita blokdan sig'maydi. Jinursin. Garantiya yo'q edi. Bu yoqqacha tirik kelganimga hali ham ishongim kelmayapti. Ajoyib uylar ko'p ekan, birontasida kirib, mana eshik bor ekan. Birortasiga kirib uxlab olsak bo'lmaydimi? Xo'p, eshikni yopib qo'yamiz. Kim bor? Ishqib bu yerda tiriklar bormi? Resurslar bor ekan. Bu yerda qilichmi? Nima bu? Bu qilichga o'xshatdi. Menimcha rostdan ham bo'la bu qilich. Okey. Xullas bu bizda turadi. Mana bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Xo'p, mayli, endi uyda bir titib ko'ramiz.
Yo, va nihoyat bolalar, sizlar bilan boshqa ko'rishmayman deb o'ylagandim. Ish qilib, hozir qo'limdagi hamma narsani yasaganimcha deyarli 2 soat vaqtim ketdi. Qaranglar bolalar, men formani topdim va mana bu uchadigan narsani topdim va ikkita mana bunaqa qilichni haqiqiysiga aylantirishni topdim. Biz boyagi qilich u aslida qilich emas ekan. U qilichni o'sha temir ekan. Va bolalar, men uchishni o'rganib oldim zo'rg'a. Uchishni o'rganish uchun ham deyarli yarim soat vaqtim ketdi. Gaplarim chalkash ketyapti hattoki. Jin ursin. Tong otdi ajoyib, butun uyg'onganimdan juda ham xursandman. San non sotar ekan, ovqat kerak. Xullas, orada bitta titanni o'ldirib qo'ydim va o'sha titanni o'ldirish dastajinasini ham olib bordim. Afsuski videoga o'tishmadi, chunki u joylarini kesib tashladim. Xullas bolalar, uchishni o'rganib olganim juda ham ajoyib bo'ldi. Endi bemalol Spider-Mandek o'zimni his qilyapman. Ajoyib. Xullas, kelinglar hozir bitta master class qilib sizlarga bitta titanni o'ldirib ko'rsataman. Oldin devordan o'tib olay. Ha, aytgancha mana bu nomardga gaz quylar ekan. Endi metanda turishim qolganda buni to'ldiraman deb. Bu yana kamiga tez ketar ekan, jin ursin. Yo, hayot yomon qiyinda bola. Hattoki bunga ham gaz kerak, jin ursin. Mayli, nima ham qilardik endi. Shunday chidab yashayveramiz. Tasavvur qilish kulgili. Zapravkada buni to'ldirish uchun gaz kutib o'tirsam. Nima ham derdik, uchishni o'rgangan, qo'nishni ham amallab o'rgana olar, balkim yoki o'rgana olmas, yana kim biladi. Men ovga chiqqan vaqtimda titanlar ham qochib ketibdi, jinursin. Nima ham derdik, titanlarni yeyishi darajasiga ham yetib bormayapman, o'zimni o'zim yiqilib o'lib ketyapman, jinursin. Nima ham dedik, bolalar, hayot shunaqa. Ha, mayli, o'zi shu yaqin orada titanlar yuribdi, ovozlari eshitilyapti. Ularni topish o'zi problema emas, o'zi bizdan topib keladi. Lekin ularni o'ldirish problema. O'ldirsak ham ular ushlab oladimi? Bir nima qilib qolishim, yana salqonli o'lib qolardim. Ushlab olishlari mumkin. Topdim mana bittasi. Kelinglar o'ldirishga harakat qilib ko'ramiz. Yaxshi. Nima bo'ldi? Tak, 5 sekundga nimadir bo'ldi deydi. Tak, 5 sekund ko'zlari nima bo'ldi? Ko'zini nima ko'r qildimmi? Tak, cho'ta agressiya qilyapti. Yaxshi, yana 5 sekundga. Oyoqda yo'qolib ketdimmi? Qo'yib bor. Voy, iflosay. O'ldirib qo'yarsan qo'za. Yaxshi. Mana, ukam, ko'rdingmi? Biz ham titanlarni o'ldirish aqlimiz yetadi. Qo'limdagi qilich вообще mo'rt ekan, juda ham tez sinib ketyapti. Kelinglar, davay, buni ham o'ldirishga harakat qilib ko'ramiz. Bo'ynagidan kattaroq. Davay, qani eplay olamanmi, yo'qmi? Davay, qani 1-2 ketdi. Oppa, yaxshi, 5 sekundga. Moza, voy, qilichim sin qoldi. Endi qoch. Endi oyog'ingni qo'lingga olib qoch. Mo'sa o'ldirib qo'y hozir. Deyarli qoch. Yaxshi. So'tak, endi bu yoqqa chiqa olmaydi. Chiqib qolsa, lekin yomon bo'lardi. Shahardagi beminnat va beg'urbat temirchini o'ldirib, qilichini olib oldim. Xo'sh, endi devor yonida qaysidir titan gumburlab yuribdi, o'shani topib, mana. Uni o'ldirib olish kerak. Bo'lmasa, bu ham keyinchalik bizga ko'ra bosh og'rig'ini paydo qilishi mumkin. Xullas, hozircha mana sezmayapti bu juda yaxshi. Biz sezdirmasdan hujum qilishimiz kerak. Qani baqa kel. Yaxshi. Sekin. Nima bo'ldi? Ushlab oldi. Jinursin. Yo'q. Mana ukam yaxshi. Damingni ol. 5 sekundga ko'r qildik. Hozir yana bitta yaxshilab, mana ukam ol, yaxshilab kallangni uzib olaman. Yaxshilab mana shunaqasidan qonni chiqarib tashlash kerak, короче, bu darmitni. Voy. Mayli, nima ham derdim, mana bu yerda yana ikkita titan yurgan ekan yoki 3 tami, tushunmadim. Bular nima qilmoqchi? Baribir devorga 3 ta ekan. Baribir devorga chiqa olmaydi. Lekin men hozir ularga qarshi jang qila olmayman, chunki 3 ta, men bitta o'zim 3 kishini, o'sha bitta titanni amallab o'ldirmayapman, 3-chovini aytmasam ham bo'ladi. Xo'p, mayli, qal'adan tashqarida yana nimalar bor ekan, do'stlar? Bu nima? Tushunmadim. Nima bu? Stop. Nima? O'rmonmi? Stop. Nima edi bu? Animeda men bunaqa narsa ko'rmaganman. O'zi animeni ko'rmaganman-ku. Mayli, nima edi bu? Jinursin. Xo'sh do'stlar, o'rmon juda ham katta ekan, daraxtlari nerealni baland, bilmadim, agar bu hayotda bo'lganda sayyorani o'pkasi bo'lardi bu o'rmon kattaligini qaranglar. Eng qizig'i, men bu yerda titanlarni ko'rmayapman. Qiziq, g'alati, lekin aynan shunaqa qorong'u, it topmas joylarda titanlar yurardi, lekin animatsiyalariga gap yo'q. Bolalar qaranglar, vaqti dahshat ishlashdi. Maslahatim olib o'ynab ko'ringlar. Tushunmadim, bu o'rmon o'zi nima uchun mavjud? Bu yerda hech narsa yo'q. Menimcha, qanaqadir o'rmon tepasida qishloqmi yoki shunga o'xshagan narsa bo'lishi mumkin, lekin men topolmayapman. Yoki bu yer shunchalik ham katta yoki men umuman adashib qoldim bu yerda. Lekin rostdan ham qaylar, даже bulutlardan ham baland joy ekan. Lekin ancha chiroyli ishlashibdi. Uchib yurish uchun ajoyib joy. O'zimni xuddi o'rgimchak odamdek his qilyapman. O'rmondagi uzoq sarguzashtdan keyin u yerda hech narsa topa olmadim bolalar. Keyin menda ancha vaqtdan beri titanning orqa miya suyuqligi bor ekan. O'shani bir nima qilsanglar titanga aylana olar ekansiz. Lekin men shuni eplay olmadim yoki qila olmadim yoki men uni noto'g'ri qilyapman. Xullas, nima bo'ldi hozir? Nima bo'ldi? Tushunmadim. Nega ekran chapga burilib ketdi? Tushunmadim. Mayli. Xullas, menimcha bu animeni men bir boshdan ko'rib chiqishim kerak va umuman
g'alati mod ekan. To'g'risi ko'p narsa yo'q, lekin mod normal, yaxshi ishlashgan. Agar jodugarlar jangidek boshqa personajlarni ham qo'shishganda mod ancha qiziq bo'lardi do'stlar. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada shu fikrlarni ham yozib qoldiringlar. Men uchun bu juda ham qiziq. Xullas, menimcha bugungi video shundan iborat edi. To'g'ri, qisqa bo'ldi juda ham. Oldingi videolarga qaraganda nima ham qilardik? Boshqa qiladigan ishimiz ham yo'q. Titanlarni o'ldirib ham ko'rdik. Qanaqadir katta o'rmon topdik, lekin u yerda baribir hech bola yo'q ekan. Men esa eplab devorga ham chiqa olmayapman. Mayli, ancha mexanikasi qiyin ekan, lekin maza qilasizlar. Xo'p, mana bu yerda bitta titan yuribdi ekan. Kelinglar videoni tugatishdan oldin shuni o'ldirishga harakat qilib ko'ramiz. Bu bilan biz jang qilganimiz yo'q. Bu ancha katta qolganlardan ko'ra. Qani bismillahirrohmanirrohim deb qani bu davay yaxshi. Opa, hozir nima bo'ldi? Urdimmi? Yoki nima bo'ldi? Mana bu kichkina titanlar nima qilyapti bu yerda tushunmadim. Bu nimasi? Bosib qo'ydi. Voy la'nati. Voy, isqirtay, qoch, yo'qol. Endi ishlamay qoldi. No nice, yaxshi bo'lishadi. Falokat. Men bunaqa titanlar kichkinalari bunaqa qilishini bilmasdim. Mayli, hozir yana harakat qilib ko'ramiz bolalar, lekin mayli qani davay. Bu mana kichkinasi tezroq yuraykin kattasidan ko'ra. Yaxshi hozir men ushlab o'ldirib qo'yaman bunaqada. Yaxshi hozir amalga qoch. Nima ham derdim bolalar. Xullas, bugungi video shudan iborat edi. Keyingi videolargacha uchrashguncha deb qolaman. Hammaga xayr. Albatta, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiringlar bolalar. Xullas, barchaga sog' salomatlik tilayman va hammaga xayr bolalar. Короче, chao kakao.